So'nggi yillarda mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Yirik ishlab chiqarish korxonalari o'z faoliyatida resurs tejovchi texnologiyalarni keng joriy etib, atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga harakat qilyapti. Olmaliq kon metallurgiya kombinati ham ushbu yo'nalishda samarali tashabbuslarni izchil amalga oshirib kelmoqda. Xususan, avtomobil transporti boshqarmasi tasarrufidagi birinchi sonli avtokorxona hududida umumiy quvvati 510 kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushirildi. Bugungi kunda avtomobil transporti boshqarmamizni birinchi hamda ikkinchi avtobazalariga umumiy 165 kilovatli quyosh panellari o'rnatildi. Bu quyosh panellari Xitoy davlatining Shinko Solar kompaniyasiga tegishli bo'lib, birinchi avtobazada 50 kilovatli, ikkinchi avtobazada 115 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. Hamda bu quyosh panellari uchun birinchi avtobazada ikkita 25 kilovatli invertor va 115 kilovatli invertor ikkinchi avtobazada o'rnatildi. 2024-yil may oyidan birinchi avtobazadagi 50 kilovatli quyosh panelimiz umumiy 90 ming kilovatdan oshiq quyosh energiyasidan elektr energiya ishlab chiqardi. Ikkinchi avtobazamizdagi 115 kilovatli quyosh panellarimiz esa 148 ming kilovat elektr energiyani ishlab chiqardi. Ma'lumot uchun, har yili sayyoramizga 170 ming teravatdan ortiq quyosh nuri yetib keladi. Bu ko'rsatkich insoniyatning 1 yillik ehtiyojidan 1000 barobar ko'pdir. Ushbu ulkan imkoniyatdan oqilona foydalanish nafaqat iqtisodiy jihatdan samarali, balki ekologik muvozanatni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Quyosh energiyasini keng joriy etish orqali tabiiy gaz va ko'mir kabi an'anaviy yoqilg'i turlaridan foydalanish kamaygan holda chiqindilar hajmi ham keskin qisqaradi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, muqobil energiya kelajak tanlovidir. Tabiiy imkoniyatlardan unumli foydalanish orqali biz nafaqat ishlab chiqarishni barqaror energiya bilan ta'minlaymiz, balki kelgusi avlodlarga toza tabiat, musaffo havo va yashil kelajakni meros qilib qoldiramiz.